Podshohlar o'zlarini adolat bilan bezatishlari kerak. Xalq bunday podshohga ehtirom ko'rsatishi zarur. Abdulloh Muqni. Master huquqda onlayn darslar 8-sinf davlat va huquq asoslari o'quv dasturi 8-sinf darsliklari eski va yangi darsliklardan. Xo'p, eski darslikning aynan 8-mavzusini davlat shakllarining 3-qismi, ya'ni siyosiy tartibot, rejim to'g'risida gaplashamiz. 8-mavzu siyosiy tartibot, davlat organlari va davlat mexanizmi xususida bo'ladi. Demak, davlat shakllarining 3-jihatdan bo'linishi bu siyosiy tartibotiga, ya'ni siyosiy rejimiga bog'liq bo'lar ekan. Xo'p. Siyosiy tartibot. Siyosiy tartibotiga ko'ra davlatlar, xo'p, demokratik va no-demokratik davlatlarga bo'linadi. Boshqaruv shakliga ko'ra davlatlar monarxiya va respublikaga, tuzilish shakliga ko'ra davlatlar oddiy va murakkabga, siyosiy tartiboti, ya'ni siyosiy rejimiga ko'ra davlatlar, demak, qaysi turlarga? Siyosiy rejimiga ko'ra davlatlarni biz ikkita turga bo'ldik: demokratik va no demokratik davlatlarga bo'lar ekanmiz. Demokratik va no demokratik davlatlarga bo'linadi. Davlatlar siyosiy tartibotiga ko'ra. Xo'p, siyosiy tartibot o'zi nima degani? Atama sifatida tushishi mumkin bo'lgan savol va albatta boshdan oxirigacha jumlalarni to'g'ri qo'yib yodlash shart. Davlat hokimiyatini amalga oshirish usullari va uslublari tizimiga siyosiy tartibot deyiladi. Davlat hokimiyatini amalga oshirish usullari va uslublari tizimi siyosiy tartibot hisoblanar ekan. Mamlakatdagi siyosiy vaziyat, ya'ni jamiyatdagi siyosiy erkinlik darajasini aynan siyosiy tartibot belgilaydi. Biror bir mamlakatdagi siyosiy tartibot haqida gapirilganda birinchi galda ushbu mamlakatda davlat hokimiyati qay yo'sinda tashkil qilingan, inson huquq va erkinliklarining ta'minlanganligi, siyosiy fikrlar xilma-xilligining holati, aholining ijtimoiy faolligi e'tiborga olinadi. Mamlakatda qonuniylik, jinoyatchilikka qarshi kurash va huquqiy tartibot borasidagi ishlarda qo'llaniladigan usullar ham siyosiy tartibotni aniqlovchi belgilardan hisoblanadi. Hokimiyat ustida turgan siyosiy kuchlarni davlatni boshqarishda qo'llaydigan usullari va uslublarining yaxlit tizimi siyosiy tartibot deyilar ekan. Demak, siyosiy tartibot asosan ikki xil bo'ladi: demokratik va no demokratik tartibotlarga bo'linar ekan. Ana endi bularni o'zi ham, demokratik tartibot va no demokratik tartibotlar ham ichki bo'linishga ega bo'ladi. Demak, demokratik tartibot. Demokratiya degan so'z o'zi yunon tilidan olingan so'z hisoblanadi. Yunon tilidan olingan bo'lib, demos xalq, krats esa hokimiyat. Ya'ni demokratiya bu xalq hokimiyati degan ma'noni anglatadi. Davlat ishlarini boshqarishda xalq erkin ishtirok eta oladi. Davlat ishlarini boshqarishda xalqning ishtirok eta olishi bu demokratiya deb atalar ekan. Yunoncha demos xalq, kratos hokimiyat, xalq hokimiyatchiligi ma'nosini anglatuvchi so'z hisoblanadi. Demokratiyaning ikki xil ko'rinishi mavjud bo'lishi mumkin. Demokratiyaning birinchi ko'rinishi bu e'tibor qaratamiz, bevosita demokratiya. Ikkinchi ko'rinishi esa o'z nomi bilan yana bilvosita demokratiyaga bo'linar ekan. Demokratiyaning ikki xil turi bor: bevosita demokratiya hamda bilvosita demokratiya degan turlari mavjud ekan. Bevosita demokratiyani biz yana boshqacha so'z bilan atashimiz mumkin. Bu to'g'ridan to'g'ri demokratiya hisoblanadi. Bu degani aholi davlat ishlarini boshqarishda to'g'ridan to'g'ri ishtirok etadi. Ya'ni orada hech kim bo'lmaydi. Xalq va davlat orada hech qanday vositachi yoki vakil yo'q. Davlat ishlarini xalq to'g'ridan to'g'ri boshqarishda ishtirok etadi. Bu bevosita, ya'ni to'g'ridan to'g'ri demokratiya. Agarda xalq va davlat orasida vakillik organlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, bunday demokratiyaning shakli bilvosita demokratiya deyiladi. Yoki bilvosita demokratiyaning ikkinchi nomi albatta bu vakillik demokratiyasi hisoblanar ekan. Vakillik demokratiyasi bu bilvosita demokratiyaning ikkinchi nomi hisoblanadi. Demokratik tartibot barcha ijobiy belgilarni o'zida jamlagan bo'ladi. No demokratik tartibot esa barcha salbiy belgilarni o'z ichiga jamlagan bo'ladi.
Demak, agarda test savollari bo'ladigan bo'lsa, demokratik tartibotning belgilarini aniqlang deyilsa, siz faqat ijobiy belgilarni olishingiz kerak. No demokratik tartibotni belgilarini aniqlang deyilsa, siz faqat salbiy belgilarni olishingiz kerak bo'lar ekan. Demokratik tartibot sharoitida insonning siyosiy va fuqarolik huquqlari hurmat qilinadi. Fuqarolar davlat hokimiyati idoralarini tuzishda va ularning faoliyatida ishtirok etadi. Demokratik hokimiyatning yagona manbai xalq hisoblanadi. Demokratiya yunoncha so'z bo'lib, xalq hokimiyati degan ma'noni anglatadi. Agar davlatda demokratik tartibot hukmron bo'lsa, bu davlatda fuqarolar umumiy e'tirof etilgan huquq va erkinliklardan to'la foydalanadi, davlat esa ularni har tomonlama kafolatlaydi va himoya qiladi. Insonning siyosiy va fuqarolik huquqlari e'tirof etilib, hurmat qilinadigan davlat boshqaruvi ozchilikning ko'pchilikka bo'ysunishi tamoyili asosida amalga oshiriladigan va ozchilikning manfaatlari himoya qilinadigan siyosiy tartibot demokratik siyosiy tartibotdir. Endi belgiga adashmang. Belgiga shunday ma'lumot berilyapti, demokratik tartibotda demokratiyaning bir belgisi ozchilik ko'pchilikka bo'ysunadi. Ya'ni qarorlar ovoz berish yo'li bilan qabul qilinsa, deylik, ko'pchilikning ovozi g'alaba qozonadi. Ko'pchilikning ovozi g'alaba qozonadi. Va shunday holatda ozchilik ko'pchilikka bo'ysunadi. Lekin ko'pchilik tomonidan ozchilikning manfaatlari ham himoya qilinishi kerak bo'ladi. Bu demokratik tartibotning yaqqol belgilaridir. Demokratik tartibotni yana belgilariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, shaxsning iqtisodiy jihatdan erkin bo'lishi, inson va fuqaro huquqlari va erkinliklarining e'tirof etilishi va kafolatlanishi, davlat boshqaruvi ozchilikning ko'pchilikka bo'ysunishi tamoyili asosida amalga oshirilishi, hokimiyat vakolatlarining bo'linishi, ya'ni qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi, ijtimoiy hayotda fikrlar xilma-xilligi, ya'ni siyosiy pluralizm, ijtimoiy siyosiy birlashmalarning ko'pligi, qonun ustuvorligi va shunga o'xshagan boshqa barcha ijobiy belgilar demokratiyaning belgisi hisoblanadi. Pluralizm degan atamaga alohida e'tibor qaratasiz. Bu fikrlar, siyosiy qarashlarning xilma-xilligi pluralizm degan atama bilan yuritilar ekan. Xo'p, endi bevosita demokratiyani shakllari. Xalq davlat ishlarini boshqarishda to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etganida bevosita demokratiya shakllarida, demak bu xo'p saylovlar, referendumlar, qonunlar muhokamasi va yoki nimalar vositasida yig'ilishlar ko'rinishda amalga oshirilishi mumkin. Bilvosita demokratiyada esa xo'p hokimiyat qanday amalga oshiriladi? Bilvosita demokratiyada orada vakillar, ya'ni senatorlar va deputatlar mavjud bo'ladi. Senator va deputatlarning mavjud bo'lishi, demak bu bilvosita demokratiyani anglatadi. Xo'p, ya'ni deputat va senatorlar kim? Albatta xalqning vakillari. Demak bu bilvosita demokratiyaning shakli hisoblanar ekan. Demokratik davlatda g'oyalar va siyosiy xilma-xillik konstitutsiya tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Siyosiy partiyalarning faoliyatiga ruxsat etiladi. Siyosiy partiyalar esa oliy va mahalliy hokimiyat idoralariga deputatlarni saylashda ishtirok etish orqali o'zlari iloji boricha ko'proq a'zolarni hokimiyat idoralariga kiritishga harakat qiladilar. Demokratik saylovda g'alaba qilgan siyosiy partiyalar hukumatni tuzadi va o'z siyosatini o'tkazish huquqiga ega bo'ladi. Demokratiya bevosita va vakillik demokratiyalarida farqlanadi. Bevosita va vakillik demokratiyalari mavjud bo'lishi mumkin. Bevosita demokratiyada asosiy qarorlar barcha fuqarolar tomonidan bevosita referendum, saylov, yig'ilishlarda qabul qilinadi. Vakillik demokratiyasida esa qarorlar saylov vositasida tarkib toptirilgan siyosiy organlar, ya'ni qonun chiqaruvchi organlar, senat, qonunchilik palatasi yoki mahalliy xalq deputatlar kengashlari tomonidan qabul qilinadi. Bu demokratiyaning asosiy belgilari hisoblanar ekan. Endi no demokratiyaning belgilariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, endi no demokratiyaning belgilari. Demokratiyaga zid tartibot no demokratik tartibot deb atalar ekan. Bunday tartibotda davlat idoralari demokratik tamoyillar va qoidalarga rioya etmaydilar. Salbiy belgilar boshlandi. Xo'p, aksincha ularni doimo yoki tez-tez buzadilar. O'z-o'zidan ma'lumki, bunday siyosiy tartibotda fuqarolarning huquq va erkinliklari poymol etiladi, qo'pol ravishda buziladi, ba'zan juda shafqatsizlik bilan muxolifat bartaraf etiladi. Ba'zida esa parlament singari demokratik institutlar yo'q qilinadi yoki parlament mavjud bo'lsa-da, uni hech qanday hokimiyati mavjud bo'lmaydi.
Xo'p, shu jihatlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Demokratiyaga zid tartibot bu no demokratik tartibot hisoblanar ekan. Demokratiyaga zid tartibot no demokratik tartibot deb ataladi. Demokratik tartibotlar ichida, demak, biz ikki turini farqlashimiz mumkin ekan. Darslikda keltirilgan ma'lumot bo'yicha, demak, no demokratik tartibotning ikki xil shakli mavjud. Birinchi shakli, xo'p, no demokratik tartibotning birinchi shakli, xo'p, bu totalitar tartibot. Totalitar tartibot. Keyingi shakli esa fashistik tartibot hisoblanar ekan. Fashistik tartibot hisoblanar ekan. Xo'p, totalitar tartibot va demokratik tartibot hisoblanar ekan. Xo'p, totalitar tartibot va fashistik tartibotlar no demokratik tartibotning belgilari hisoblanadi. Xo'p, aynan shu holatlarga e'tibor qaratamiz. Bu totalitarni alohida belgilari mavjud va fashistik tartibotning alohida belgilari mavjud bo'ladi. Xo'p, endi no demokratik tartibotlar ichida fashistik va totalitar tartibotni bir-biridan farqlaganimizda ularni qanday belgilari mavjud bo'lar ekan? E'tibor qarating. Savol bo'lib tushishi mumkin. Fashistik tartibotni belgilarini aniqlang yoki totalitar tartibotni belgilarini aniqlang qabilidagi savollar bo'lishi mumkin. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Fashistik tartibotni birinchi belgisi biror bir irqning hukmronligi. Biror bir irq hukmronligi. Ya'ni mamlakatda biror bir irq oliy hukmron deb e'lon qilinadi. Deylik, o'sha fashistik Germaniyani nazarda tutadigan bo'lsak, nemis xalqi eng oliy xalq, boshqa barcha xalqlar nemis xalqiga xizmat qilishi kerak degan bir mafkura shakllangan. Demak, bir irqning hukmronligi. Bu fashistik tartibotning belgisi hisoblanar ekan. Keyingi belgi, fashistik tartibotda muxolifat yo'q qilinadi. Muxolifat, har qanday muxolifatning yo'q qilinishi fashistik tartibotning ikkinchi belgisi hisoblanadi. Va fashistik tartibotning yana bir asosiy belgilaridan biri shuki, bu tajovuzkor tashqi siyosat. Tajovuzkor tashqi siyosat fashistik tartibotning yana bir belgisidir. Irq hukmronligi, muxolifatning yo'q qilinishi, tajovuzkor tashqi siyosat fashistik tartibotning belgisidir. Fashistik tartibotda davlat, fashistik tartibot hukmron bo'lgan davlat boshqa davlatlar hududini bosib olishga kirishadi yoki shunga harakat qiladi. Xo'p, fashistik tartibotdagi davlatlarga 1933-1945-yillardagi fashistlar Germaniyasi va o'sha davrdagi fashistlar Italiyasini misol qilib keltirsa bo'ladi. Xo'p, endi totalitar tartibotni belgilariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, totalitar tartibotning belgilari, birinchi belgisi, xo'p, yagona partiya hukmronligi. O'zi demokratik davlatda kamida ikkita partiya bo'lishi kerak. No demokratik tartibotni bir turi totalitar tartibot e'tibor qaratadigan bo'lsak, yagona partiya hukmron bo'lar ekan. Xo'p, keyingi belgisiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, huquqlarning poymol etilishi. Huquqlar poymol etiladi totalitar tartibotda, chunki bu no demokratik rejim hisoblanganligi uchun. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Totalitar tartibotda o'zgacha fikrlarga qarshi kurashiladi. Xo'p, asosiy kalit so'zlarni yozamiz. O'zgacha fikr, ya'ni fikrlar xilma-xilligi yo'q. Fikrlar xilma-xilligi totalitar tartibotda mavjud bo'lmaydi va to'rtinchi va biz oxirgi belgi deb hisoblashimiz mumkin, darslikda yozilgan oxirgi belgi deb hisoblashimiz mumkin totalitar tartibotni. Xo'p, saylovlari bo'lib o'tadi, lekin muqobil saylov yo'q. Muqobil deputatlarni saylash imkoniyati bo'lmaydi. Muqobil saylov yo'q. Ya'ni totalitar tartibotda tasavvur qiladigan bo'lsak, bitta siyosiy partiya, demak bu degani bitta nomzod degani. Muqobil saylov albatta bo'lmaydi. Agar ikkita partiya bo'lganda edi, ikkita nomzoddan bittasini tanlash imkoniyati bo'lardi va bu demokratik tartibotning belgisi bo'lardi. Lekin bizda totalitar tartibotda yagona partiya hukmron, demak muqobil deputatni saylash imkoniyati bo'lmaydi. Totalitar davlat misoli sifatida sobiq Sovet ittifoqini keltirish mumkin bo'lar ekan. Sobiq Sovet ittifoqi totalitar tartibotni yaqqol
ko'rinishi hisoblanadi. Endi davlat imtihonlarida demokratik davlatlarni aniqlang yoki nodemokratik davlatlarni aniqlang degan savol bo'lmaydi. Xo'p, bu siyosiy tartibot, ya'ni siyosiy rejim mavzusi edi. Demokratik va nodemokratik tartibotlarga bo'linar ekan, ularning belgilari va ularning shakllari mavjud ekan va shakllarning ham o'zaro o'ziga xos belgilari mavjud bo'lar ekan. Siyosiy tartibot mavzusi shundan iborat edi. 8-chi mavzumizda keyingi qismida, birinchi qismi siyosiy tartibot to'g'risida edi, keyingi qismida davlat organi va davlat mexanizmi to'g'risida so'z boradi. Davlatni boshqarishini amalga oshirish maxsus idoralar tomonidan amalga oshiriladi. Davlatni boshqarish maxsus idoralar tomonidan amalga oshiriladi va bu idoralar huquqshunoslik fanida davlat organlari deyiladi. Davlat organi qonunga muvofiq ravishda o'z tizimiga, ijtimoiy hayotning muayyan sohasini boshqarish bo'yicha aniq belgilangan vakolatiga ega bo'lgan davlat idorasi yoki muassasasi hisoblanadi. Davlat organi bu davlat idorasi yoki davlat muassasasi hisoblanar ekan. Demak, ma'lum bir vazifa yuklatilgan unga, aniq belgilangan vakolatlari mavjud va o'zini tizimiga albatta ega bo'ladi. Bu davlat organi hisoblanar ekan. Endi endigi masala davlat organlarini turlarini aniqlash hisoblanadi. Xo'p, aynan mana shu qismda e'tibor qaratamiz. Davlat organlari turlari. Davlat organlari turlari. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 11-moddasida hokimiyatning bo'linish prinsipi xususida so'z boradi. Aynan shu hokimiyatning bo'linish prinsipida hokimiyat qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linadi deb aytiladi. Aynan davlat organi qaysidir hokimiyat tizimiga kiradi, yo qonun chiqaruvchi yoki ijro etuvchi yoki sud hokimiyatida bo'ladi davlat organlari. Xo'p, endigi masala asosan davlat organlarini qaysi biriga kirishlik emas, balki ularni turlarini farqlashimiz kerak. Xo'p, ularni qaysi turlarga ajratamiz biz davlat organlarini? Davlat organlarini qonun chiqaruvchilar deb emas, turlarga ajratishda bunaqa mezon emas, balki vakillik organlari deb boshlashimiz kerak bo'lar ekan. Vakillik organlari. Ya'ni o'sha xalq tomonidan saylash yo'li bilan tashkil etiladigan organlar, bular vakillik organlari hisoblanar ekan. Demak, vakillik organlariga biz nimalarni misol keltirishimiz mumkin? Vakillik organlariga qonun chiqaruvchi organlar va mahalliy vakillik organlarini misol keltirishimiz mumkin. Misol uchun, bo'ldi qonun chiqaruvchi organlar, bu qonunchilik palatasi yoki senat. Xo'p, qonun chiqaruvchi. Xo'p, bu birinchi vakillik organi hisoblansa, ikkinchisi xo'p, mahalliy deputatlar. Mahalliy deputatlar kengashlari. Mahalliy xalq deputatlari kengashlari. Demak, xalq deputatlari kengashi, ya'ni XDK deb o'rganamiz. Xalq deputatlari kengashlari ham vakillik organlari hisoblanar ekan. Birdan bir farqi, birinchisi qonun chiqaruvchi hokimiyat idoralari, ya'ni Oliy Majlis yoki Senat. Oliy Majlis yoki Senat. Xo'p, bu Oliy Majlis yoki Senat shunday organlarki, respublika darajasidagi vakillik organlari, qonun chiqaruvchi organlar. Xalq deputatlari kengashi esa bu mahalliy darajadagi vakillik organlari hisoblanadi. Xo'p, keyingisi xuddi shu ko'rinishda biz ijroiya organlarini ham ajratamiz. Xo'p, birinchisi respublika ijroiya organlari. Ijroiya organlari. Shunchaki ijroiya organlari deya yozdik, siz buni bilishingiz kerak. Bu respublika ijroiya organi, butun respublika miqyosida faoliyatini amalga oshiradigan ijro etuvchi hokimiyat organlarini nazarda tutamiz. E'tiborli jihati shundaki, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining e'tiborli jihati shunda bo'ladiki, xo'p, e'tibor qaratadigan bo'lsak, bunda davlat rahbari u monarx bo'ladimi, u prezident bo'ladimi, farqi yo'q. Davlat rahbari ijroiya organlari tizimiga kiradi. Davlat rahbari bu ijro etuvchidir. Shu jihatda esimizdan chiqmasligi kerak. Xo'p, yana ijro etuvchilar bor. Bu hukumat, ya'ni deylik vazirlar mahkamasi, ya'ni vazirlari, hukumat. Xo'p, bundan keyin vazirliklar, qo'mitalar, vazirlik, qo'mita, agentlik.
agentlik, inspeksiya va shunga o'xshagan respublika darajasidagi organlar. Hatto bularga ijroiya organlariga yetarli huquqni muhofaza qiluvchi organlarni ayrimlarini ham misol keltirish mumkin. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar, misol uchun prokuratura, adliya organlari, ichki ishlar organlari, bular huquqni muhofaza qiluvchi organlar hisoblanar ekan. Aynan bular ham respublika ijro etuvchi organlari hisoblanadi. Ikkinchisi. Xo'p, ana endi 3-turdagisini biz alohida ajratamiz. Bu 3-turdagisi deb bu ham ijroiya organlari farqli jihati, farqli tomoni shundaki, bu mahalliy ijroiya organlari hisoblanadi. Buni mahalliy ekanligi yagona farqi hisoblanadi. Mahalliy ijroiya organlari. Mahalliy ijroiya organlari. Endi mahalliy ijroiya organlari qaysilari bo'ladi desa, mahalliy darajada ijro etuvchilar, bular albatta viloyat, tuman va shahar hokimlari. Viloyat, tuman va shahar hokimlari o'zini viloyatida, o'zini tumanida yoki o'zini shahrida albatta hokimlar mahalliy ijro etuvchilar hisoblanar ekan. Va bizda 4-si va oxirgisi qoldi. Bu qaysi bo'lishi mumkin? Albatta sud hokimiyati organlarini nazarda tutishimiz mumkin. Xo'p, 4-si albatta sud va sud bilan birgalikda shunday deyishimiz mumkinki, konstitutsiyaviy nazorat organlari. Konstitutsiyaviy nazorat organlari. Sud organlari va konstitutsiyaviy nazorat organlari. Xo'p, bularga qaysilar kirishini yozishimiz shart emas, o'zimiz bilamiz. Ya'ni konstitutsiyaviy sud, oliy sud yoki joylardagi boshqa turdagi sudlarning barchasi demak sud va konstitutsiyaviy nazorat organlari turiga kiradi. Xo'p, demokratik davlatda endi keyingi qismga o'tamiz. Mavzuning keyingi qismiga demokratik davlatda davlat boshqaruvini amalga oshiruvchi barcha davlat organlarining yaxlit tizimini hosil qiladi va bu tizim davlat mexanizmi deb yuritiladi. Xo'p, demokratik davlatda davlat boshqaruvini amalga oshiruvchi barcha davlat organlari yaxlit tizimni hosil qiladi va bu yaxlit tizim davlat mexanizmi hisoblanar ekan. Biz barcha davlat organlarini bitta tizimga jamlaydigan bo'lsak, bu tizim nima deb ataladi desa, mana shu tizim xo'p, davlat mexanizmi deb atalar ekan. Xo'p, atama sifatida tushishi mumkin bo'lgan savol, e'tibor qaratamiz. Atama sifatida tushishi mumkin bo'lgan savol, jamiyatni boshqarish va xalq manfaatlarini himoya qilishni amalga oshiradigan davlat organlarining yaxlit tizimi bu nima? Bu davlat mexanizmi. Davlat organlarining yaxlit tizimi davlat mexanizmi hisoblanadi. Davlat organlari davlat mexanizmining tarkibiy qismlari bo'lib, ular ijtimoiy hayotning muayyan sohasini boshqarish bo'yicha zarur vakolatlariga ega bo'ladi. Har bir davlat organi boshqa davlat organlari bilan, ya'ni davlat mexanizmining boshqa tarkibiy qismlari bilan uzviy aloqada bo'ladi. Albatta, bular bir-biri bilan uzviy aloqada bo'lishar ekan. Aynan shu 43-betda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham misol norma keltirilgan. 13-modda O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplariga asoslanadi. Ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlar oliy qadriyat deb hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi deya aytilgan. Demak, podshoh o'zlarini adolat bilan bezatishlari kerak. Xalq bunday podshohga ehtirom ko'rsatishi zarur deya darsimizni boshida ta'kidlaganimizdek Abdulloh Muqni aytib o'tgan ekan. Davlat va huquq asoslari o'quv dasturi 8-sinf, master huquqda onlayn darslar bu 8-mavzu edi.